Xalqaro shartnoma huquqi va investitsiya kelishuvlari Adliya vazirligi huzuridagi yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutida shu yilning 5-noyabridan 25-noyabriga qadar bo'lib o'tadigan malaka oshirish darslari ana shunday nomlandi. 20 kunlik mashg'ulotlarda dunyoning 8 ta yetakchi yuridik kompaniyalaridan xalqaro ekspertlar tinglovchilarga dolzarb huquqiy mavzularda ma'ruzalar o'tishmoqda. 70 dan ziyod soha vakillari jam bo'lgan mazkur o'quv kurslari haqida muxbirimiz reportaji. Bilamizki, O'zbekiston faol ravishda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish ustida ish olib bormoqda. Bu jarayonda mamlakatimiz manfaatlarini xalqaro miqyosda munosib ifoda etadigan yuridik kadrlarni tayyorlash, ularning bilim va ko'nikmalarini doimiy oshirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Tashkilotchilar 20 kun davom etadigan xalqaro shartnoma huquq va investitsiya kelishuvlari mavzuidagi o'quv kurslarini tashkil etishda ham shu kabi maqsadlarni ko'zlashgan. Xalqaro standartlar asosida tayyorlangan yuridik kadrlar biz uchun juda ham muhim. Aynan shundan kelib chiqib, mazkur yuridik kadrlarni xalqaro standartlar asosida professional o'qitish kurslari tashkil etilmoqda. Shundan kelib chiqib, mazkur kurslar milliy yuridik kadrlarni investitsiya, shartnoma huquqi, jahon savdo tashkiloti huquqi, nizolarni muqobil hal qilish va boshqa muhim dolzarb bo'lgan, demak, yuridik masalalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni yanada oshirishga qaratilgan. Asosiy kursimiz kontingenti tinglovchilar sifatida vazirlik va idoralar, davlat va nodavlat tashkilotlarining investitsiya, shartnoma bilan ishlovchi mutaxassislari, huquqshunoslar, shuningdek advokatlar, tadqiqotchilar ishtirok etmoqda. Mazkur o'quv kurslarining dasturi ham rang-barang tuzilgan. Unda xalqaro va milliy tajribani taqqoslash, sohadagi zamonaviy an'analarni targ'ib etishga alohida urg'u berilgan. O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda salmoqli ishlar olib borilyapti. Yurtingizga chet el sarmoyadorlari kelib, faoliyat yuritishi uchun zaruriy huquqiy asoslar yetarli, shart-sharoitlar yaratilgan. Biz yillar davomida to'plangan amaliy ko'nikmalarimizni ushbu kurslar davomida o'zbekistonlik huquqshunoslarga yetkazyapmiz. O'zbekiston xorij investorlari uchun ochilmoqda. Men bugun qurilish, savdo hamda energiya ta'minoti bo'yicha shartnomalarni tuzish bo'yicha ma'ruzalar qildim. Bizga berilayotgan eng yaxshi imkoniyatlar bu o'sha xalqaro shartnomalar orqali, xalqaro spikerlar orqali ko'proq tajribalarga ega bo'lyapmiz. Masalan, aytaylik, White & Case deymizmi yoki Turkish deymizmi, CMC kompaniyasi deymizmi yoki boshqa shunga o'xshagan Britaniya davlatining firmalari orqali ko'proq tajribalarga ega bo'lyapmiz. Hozirgi masala xalqaro shartnoma huquqlari bo'yicha birinchi navbatda o'sha networking orqali, masalan, yonidagi hamkasblarim, boshqa tashkilotlardagi odamlar bilan tajribalar almashyapmiz. Ushbu kurslarda faol ishtirok etgan bitiruvchilarni xorijiy yuridik kompaniyalarga xizmat safariga jo'natish ham rejalashtirilgan.